Samarqand blogerliklar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Zo'r joydan do'stlar. Hovli chiqdi. Albatta oxirigacha ko'ringlar. Pena blokdan yasalgan naq 9 ta xonasi bor ekan. Har bir xonalari katta, shinam, juda ajoyib qilingan. Bu yerda gaz, svet, suv umuman muammosi yo'q ekan. 20 sotixlik hovli. Oxirigacha ko'ramiz, narxi oxirida aytiladi. Hozir ichkariga kirib, mana shu uylarni obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, mana ichkariga ham kirib oldik, azizlar. Mana biz hozirda hol qismida turibmiz. Mana ko'ryapsizlar, mana hol qismimiz ham razmerlari juda yetarlicha, unaqa qisilib qolmaysizlar. Juda kompaktni yasalgan. Полностью uyimiz ko'ryapsizlar, pena blokdan. Hamma joylari mana do'stlar. Общий 9 ta xonamiz bor. Kiraverishda chap qo'limizda mana mayda где-то bir 4,5 xonacha qilib qo'yilgan. Tepasida ham mana shu razmerda xona. Primerdan razmerlarni aytib o'tyapman. Yana kelib o'zlaringiz bemalol yana ko'zlaringiz bilan ko'rsangiz, albatta sizlarga ham juda yoqadi. Mana bu yerda katta zalimiz, mana ko'ryapsizlar bu yerda. Tepada ham xuddi shu razmerda tepada uyimiz bor. Pollarni qilib olasizlar, qolgan remontlar bilan qilib olasizlar va maza qilib kirib yashaysizlar. Bu tomonda eshik, mana bu yerda ham katta zal, xuddi shunday tepada ham zalimiz bor do'stlar. Xullas uyimizning narxi hammaga qiziq bo'lsa kerak, 40 ming dollar deyishyapti. Kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Dokumentlardan hech qanday muammosi yo'q. Bittagina kadastr qilinmagan ekan. Kadastrni ham qilib olasizlar yoki kelishasizlar do'stlar. Gaz, svet, suv muammosi yo'q. Zo'r joydan albatta olish kerak do'stlar. Murojaat qilinglar. Egasi nomeri pastda.